Bugungi tinch va osoyishta hayotimiz, mamlakatimizda yaratilgan barqarorlik, xalqimizning osoyishta mehnati bu o'z-o'zidan paydo bo'lgan ne'mat emas. Tinchlik, osoyishtalik, xalq ishonchi, bular ortida fidokor, vatanparvar, mas'uliyatli insonlarning kecha-yu kunduzlik mehnati, sadoqati va halolligi mujassam. Ana shunday fidoyilardan biri Buxoro viloyati qo'riqlash boshqarmasi kadrlar va tarbiyaviy ishlar bo'limi boshlig'i mayor O'lmas Rahimovdir. Uning hayoti, xizmat yo'li va rahbarlik uslubi yuksak insoniy qadriyatlar, halollik, sadoqat, vatanga muhabbat va xalq tinchligini ta'minlash yo'lidagi fidoyilik bilan yo'g'rilgan. O'lmas Rahimov uchun xizmat bu nafaqat burch, balki hayot ma'nosi, vatan oldidagi eng oliy mas'uliyatdir. U uchun har bir tong yangi imkoniyat, xalq tinchligini yanada mustahkamlash sari bir qadam. Shu bois har kuni u yangi reja, yangi maqsad, yangi g'oya bilan ishni boshlaydi. Men Rahimov O'lmas Hamroqulovich 1982-yil 10-sentyabrda Buxoro tumanida tug'ilganman. Buxoro tumanining 15-maktabda tahsil olib, 1999-yilda Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirdim. Buxoro davlat universitetining tarix fakultetida tahsil olib, keyinchalik Buxoro tumanining bir nechta turli maktablarida tarix fanidan o'qituvchilik faoliyati bilan shug'ullandim. Ammo mana shu o'qituvchilik faoliyatim davrida o'sha yoshligimda o'zim qiziqqan kasb, ya'ni forma kiyish meni hech qachon tark etmadi va mana shu o'qituvchilik davrida orzu qilgan niyatimga erishdim. Buning asosiy sababchilari meni ota-onam, turmush o'rtog'im hisoblanadi. Sababi ular meni o'ylagan maqsadimga erishishim uchun qo'llab-quvvatlab, qo'llaridan kelgan barcha imkoniyatlarni qilib berdilar va 2012-yilda Buxoro viloyati qo'riqlash boshqarmasiga ishga qabul qilindim va ishni men safdorlik lavozimlaridan boshladim. 2017-yilga kelib Buxoro viloyati qo'riqlash boshqarmasida ofitserlik lavozimiga o'tdim va ishni Buxoro viloyati qo'riqlash boshqarmasida kadrlar bo'limida o'z faoliyatimni boshladim. Mana shu Buxoro viloyati qo'riqlash boshqarmasida turli ofitserlik lavozimlarida ishlab keldim. Hozirda Buxoro viloyat qo'riqlash boshqarmasi tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Mening asosiy xizmat vazifam xodimlar o'rtasida xizmat intizomini mustahkamlash, qonunchilik va jinoyatchilikka qarshi kurash, ma'naviy barkamollikni oshirish va xodimlarni vatanparvarlik va hushyorlik ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Bizning bo'lim muntazam ravishda xizmat odobi, huquqiy madaniyat, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlikka va hamda psixologik barqarorlik bo'yicha turli tadbirlar o'tkazib kelmoqdamiz. Bugungi kunda xodimlarning huquqiy bilimini oshirishda juda katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki xizmat jarayonida xodimlar turli vazifalarga duch kelishadi. Xodimlar o'rtasida xizmat intizomini ta'minlash juda dolzarb masala hisoblanadi. Chunki qo'riqlash xizmati xodimi avvalambor mas'ul shaxs. Uning diqqati, qat'iyati va intizomi umumiy xavfsizlikning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Shu sabab biz xizmat intizomini buzilishini oldini olishga qaratilgan suhbatlar, profilaktik uchrashuvlar, vazifaviy mas'uliyatli tushuntirish ishlarini, tadbirlarini doimiy o'tkazib bormoqdamiz. O'lmas Rahimovning hayot falsafasi juda sodda, ammo chuqur. Kimki xalq osoyishtaligini asrasa, u vatanga eng katta sadoqatni ko'rsatgan bo'ladi. Shu g'oya uning butun faoliyatining poydevorini tashkil etadi. U boshqarmada xizmat intizomini mustahkamlash, xodimlarning ma'naviy va ruhiy tayyorgarligini oshirish, ularning kasbga bo'lgan mehrini kuchaytirish yo'lida tinimsiz izlanadi. O'lmas Rahimovning fikricha, xavfsizlik tizimining eng oliy ustuni bu insonning ichki dunyosi, ma'naviy barqarorligidir. Bugungi dasturimiz qahramoni haqida uning oila a'zolari ham iliq fikrdalar. Turmush o'rtog'im Rahimov O'lmas bilan 2010-yilda turmush qurganmiz. Hozirda 3 nafar farzandimiz bor. Kasbim o'qituvchi. Men hozirda Buxoro tuman ixtisoslashtirilgan maktabida o'zbek tili fanidan dars beraman. Farzandlarimning tarbiyasida turmush o'rtog'imning kasblari ta'sir qiladi. Sababi u kishi huquqni muhofaza qiluvchi organda ishlaganlari uchun qonun, qoida, talab, tartib, intizomni har doim xush ko'rishadi. Bu albatta mas'uliyat degan narsani anglatadi. Fikrimcha bu nafaqat meni, balki shu sohada xizmat qilayotgan barcha ayollarning birdek fikri bu ularning tinch va osoyishta oilasi deb o'ylayman. Chunki oila tinch bo'lsa, xodim o'z xizmat vazifasini sidqidildan bajarishga harakat qiladi. 3 nafar farzandimiz bor. Kelajakda albatta ularni vatanga sadoqatli, sodiq, o'qimishli, ilmli farzandlar qilib tarbiyalash bosh maqsadimiz.
ziyoli oila bo'lganligimiz uchun ularning ta'lim tarbiyasi biz uchun birinchi o'rinda. Sababi oila ham kichik vatan, kichik qo'rg'on sanaladi. Shu uchun ta'lim tarbiyaga alohida e'tibor beramiz. Farzandlarim otasining kasbini yaxshi ko'radi. To'ng'ich farzandim albatta men ham dadamga o'xshab harbiy xizmatda o'zimni ko'raman deb uni fikricha shunaqa sohada. Qizim men kabi o'qituvchi bo'lmoqchi. Kichkinamiz hali bog'cha tarbiyalanuvchisi, lekin albatta men ham harbiy bo'laman degan niyatda. Yaxshi. Ish va oilaning muvozanati albatta bu er va xotin bir-birini tushunishga bog'liq deb o'ylayman. Sababi bilamiz, harbiy xizmatchilar ko'p ham oyda bo'lmaydi, safarlar, ba'zan ishda qolib ketishlar, kech kelishlar bo'ladi. Shunda agar ayol turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlasa, uni tushunsa, albatta muvozanat o'rinda bo'ladi deb o'ylayman. Ishdan tashqari kichkina issiqxonamiz ham bor. Ertalab birinchi vaqtliroq turib, shu yerda o'z mehnat qilamiz, keyin ishga jo'naymiz. O'shidagi bor sifatlar ochiq ko'ngil, ochiq chehra, mehribon. Har qanaqa vaziyat bo'ladi. Mana ishda masalan qanaqadir vaziyat bo'lganda ham har qanday sharoitda meni qo'llab-quvvatlaydigan, meni tushunadigan, g'amxo'r. Ba'zan boshim yostiqqa tekkanda shifokorni birinchi chaqirib, mendan ham ko'proq o'zimga g'amxo'r qiladigan kishi deb o'ylayman. Ruhiy jihatdan baquvvat, ma'naviy jihatdan yetuk xodimgina murakkab vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila oladi. Shu bois u boshqarmada ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, vatanparvarlik darslari, axloqiy tarbiya mashg'ulotlarini yo'lga qo'ygan. Bu mashg'ulotlarda nafaqat xizmat masalalari, balki insoniylik, halollik, or-nomus, oila qadri, farzand tarbiyasi, mehr-oqibat, sabr va vafodorlik kabi qadriyatlar haqida ham so'z yuritiladi. Oila va farzand hayot ma'nosi. O'lmas Rahimov nafaqat xizmatda, balki oilada ham ibratli inson. Turmush o'rtog'im avvalo mehribon, oilaparvar inson. Kasblarida menda faxr tuyg'usi bor, sababi ko'pning ichida yuradilar. Albatta hamma havas qiladigan birinchi ularning formalari, keyin xalqning o'rtasida obro' e'tiborlari faxr tuyg'usini tuydiradi. Kasb taqozosi bilan ba'zida insonda shunaqa ruhiy charchoq bosim bo'ladi. Aynan turmush o'rtog'imda ham shunaqa holat bo'lganda albatta ochiq chehra bilan kutib olamiz. O'sha ishda bo'lgan muammolarni unutishga harakat qilamiz. Yangi kelajak rejalarini, farzandlarimizni o'qishlarini, ta'lim tarbiyasini, yutuqlarini aytganimizda o'sha nima deydi, bosim ozgina pasaygandek bo'ladi. Inson vatanga sadoqatli bo'lishni o'z oilasidan, ota-ona duosidan, farzandiga bergan tarbiyasidan boshlaydi. Kim o'z uyida tinchlik yarata olsa, vatan tinchligiga ham hissa qo'sha oladi. U har bir xodimga shunday deydi: xizmatda sobit bo'lish uchun avvalo oilada tinchlik, mehr, tushunish bo'lishi kerak. Shu bois u bo'lim faoliyatida nafaqat xizmat intizomini, balki oila qadriyatlariga hurmatni ham kuchaytirishga alohida e'tibor beradi. Har bir xodimga sizning oilangiz, sizning orqangizda turgan ruhiy tayanch degan fikrlarni singdiradi. Uningcha, farzand tarbiyasida ota mehrining o'rni beqiyos. Chunki u xizmatda halol, intizomli, vatanga sadoqatli inson. Bu avvalo oilada mehr bilan ulg'aygan, ota-ona duosini olgan insondir. Xodim ko'p navbatda ishda bo'ladi vaqti, ish bilan o'tadi vaqti. Kechki vaqtda uyga keladi. O'sha turmush o'rtog'ining xodimni qo'llab-quvvatlashi bu o'z navbatida xodimning bemalol ishda ishini yakunlab, kech bo'lsa ham uyga kelishi bu o'sha turmush o'rtog'ining qo'llab-quvvatlashdandir deb o'ylayman. Sababi mening turmush o'rtog'im ham o'sha sabr qilib, men kech kelganimda ham bolalarni o'qishiga, ovqatlanishiga o'zi qaraydi va men o'sha ishda bemalol o'zimning ishimni yakunlab, uyga kech bo'lib kelganimda xotirjam uyga yetib kelaman. Erta tongda xizmat kiyimini kiyib ko'chaga chiqib ketayotganimda, ko'chada yurgan yoshlar, o'smir yoshlar meni ko'rib havas qilishadi. Ular ham shu xizmatga kirishni niyat qilishadi. Haqiqatan ham mana shu formani kiyganimdan juda ham xursandman. Meni 3 nafar farzandim bor. Katta o'g'lim 2011-yilda tug'ilgan. Farzandimga haqiqatan ham birinchi navbatda ularning o'sha ishdan kelganimdan keyin ularning kechki vaqt bo'lsa ham o'sha kitob o'qishiga, ular bilan birgalikda mutolaa qilishga kitobni. Bundan tashqari dars jarayonlarida o'zim ham ishtirok etib, ularga
yoshlikda olgan bilimlarimni ularga eslatib, o'zim ham ular bilan birgalikda o'tirib dars qilaman. Hattoki o'sha kichkina o'g'lim bog'cha borsa ham, bog'cha tarbiyalanuvchi bo'lsa ham, u ham kelib yonimga o'tirib, "Dadajon, menga she'r o'rgating" deb aytadi. Men ham u bilan birga o'tirib, o'sha she'rlarni takrorlab, o'g'limga o'sha she'rni yodlashiga ko'maklashaman. O'lmas Rahimov rahbarlik qilayotgan bo'limda ruhiy va ma'naviy muhitga ham alohida e'tibor beriladi. Har oyda xodimlar uchun psixologik treninglar, faxriy xodimlar bilan uchrashuvlar, madaniy ma'rifiy kechalar, vatanparvarlik darslari o'tkaziladi. Bu tadbirlar inson qalbini boyitadi, ruhiyatini mustahkamlaydi, unga ichki kuch bag'ishlaydi. Shu orqali xodimlarda kasbiy mahorat emas, balki ruhiy tayyorgarlik, axloqiy barqarorlik ham shakllanadi. O'lmas Rahimovning rahbarlik uslubi qat'iylik va insonparvarlik uyg'unligiga asoslanadi. U xodimlarga faqat rahbar emas, balki ustoz, maslahatchi, do'st va hamkor sifatida yondashadi. U hech bir insonni befarq qoldirmaydi. Kimdir muammoga duch keldi, u tinglaydi, maslahat beradi, yo'l ko'rsatadi. Chunki u yaxshi biladi, insonning ruhiy holati xizmat sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Haqiqatan ham mana qo'riqlash xizmatida 15 yil davomida ishlab kelayotganimdan juda ham mamnunman. Sababi bu kasbni egallashdan faxrlanaman. Chunki qo'riqlash xizmatida ishlashda ko'p bilimga ega bo'lasiz inson. Tafakkuringiz ortadi. Mana fuqarolar bilan muomala qilish jarayonida ularning dardini eshitganingizda, inson o'sha dardini eshitib, uni dardiga ham nafas bo'lib, uni dardini yechib berganingizda o'zingiz xursand bo'lasiz. Bundan tashqari, mana xodimlarimiz bilan ham olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarimiz ham o'sha xodimni kelajakda yetuk inson bo'lib yetishida, fuqarolar bilan muomala qilishda o'zini muomala madaniyat bilan ajralib turishida, hamda fuqarolarning qo'riqlash xizmati xodimlariga bo'lgan fikrini ijobiy bo'lishiga olib keladi. Fuqarolar dardi bilan kelganda, muammosi bilan kelganda, ularni dardiga, muammosiga yechim topilganda, ularning xursandchiligini ko'rib, men o'z kasbimdan faxrlanaman. Xodim ham oddiy inson. Men ham ishdan kelgandan keyin xonadonda mo'jazgina qurib qo'yilgan issiqxonada kirib, oilam bilan birgalikda o'sha issiqxonada ishlayman. Bu ham albatta insonni o'sha faqat aqliy mehnat emas, o'sha jismoniy mehnat qilishga ham undaydi. Bu o'z navbatida mana shu xizmatdagi bo'lgan charchoqlarni esdan chiqarishga yordam beradi. Ko'rsatuvimiz qahramonining fikricha, rahbarlik bu nafaqat topshiriq berish emas, balki insonni anglash, unga ishonch berish va to'g'ri yo'lga boshlash san'atidir. Shu bois u har bir xodimning shaxsiy fazilatlarini qadrlaydi, ularning ichki dunyosini hurmat qiladi. O'lmas Rahimov uchun eng muhim tamoyil insonning or-nomusi, ishonchi va halolligini asrashdir. Kechga yaqin xizmat yakunlangach, mayor O'lmas Rahimovning nigohida kundalik mehnatning mamnuniyati, bajarilgan vazifalarning iftixori porlaydi. Chunki u biladiki, tinchlik bu ko'plab fidoyi insonlarning mehnati natijasi va u bu safda faxr bilan turibdi. Shu bois mayor O'lmas Rahimovning hayot yo'li bu nafaqat xizmat fidoyiligining, balki insoniylik, halollik va ma'naviyatning yorqin namunasi. Uning yuragida xalq muhabbati, nigohida vatan uchun g'urur, amallarda esa fidoyilik va sadoqat mujassam.